Labirint ichidagi katakchada joylashgan robot quyidagi berilgan dastur bo'yicha harakatlanadi. Dastur bajarilishi boshlangach, agar berilgan shart rost bo'lsa, robot buyruqni ko'rsatilgan yo'nalishda bitta katakcha oldinga siljiydi. Agar berilgan shart yolg'on bo'lsa, robot keyingi qatordagi shartni bajara boshlaydi. Labirintda ko'rsatilgan qalin chiziqlar devorni bildiradi. Harakat yo'nalishida devorga duch kelgan robot unga urilib ketadi va dasturni yakunlay olmagan hisoblanadi. Labirintning nechta katakchasida robot dasturni to'liq bajarib, harakatni boshlagan katakchada to'xtab qolish talabiga javob beradi. Va bizda mana to'rtta algoritm qadamlari berilgan. Ya'ni boshlash, tamom, tugallash va bu yerda birinchi qadamda agar yuqori tomon bo'sh bo'ladigan bo'lsa, yuqori tomonga yuriydi. Ikkinchisi agar chap tomon bo'sh bo'lsa, chapga yuriydi. Uchinchisi qadamda pastki tomon bo'sh bo'lsa, pastga va to'rtinchisida o'ng tomon bo'sh bo'lsa, o'ngga yuriydi. Endi bizga aytyaptiki, agar shart rost bo'lsa, bitta katakcha siljiydi. Agar shart yolg'on bo'lsagina keyingi shartga o'tib biladi, deyapti. Bu degani birinchi qadamdan ikkinchisiga o'tishimiz uchun birinchi shart yolg'on bo'lishi kerak. Yolg'on degani mana shu katta kichik belgisi orasidagi jumla yolg'on bo'lishi kerak. Biz bunga emas, yuqoriga emas, mana shu katta kichik belgisi orasidagi jumla yolg'on bo'lishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni birdan ikkiga qachon tushamiz? Qachonki yuqori tomon band bo'lsa tushamiz. Yuqori tomon bo'sh bo'lsa, bu yuqoriga yurib ketaveradi. Demak, shunday qilib 2 dan 3 ga tushishimiz uchun chap tomon band bo'lishi kerak. 3 dan 4 ga tushishimiz uchun pastki tomon band bo'lishi kerak va 4 dan tugashi uchun o'ng tomon band bo'lishi kerak. Demak, biz boshlashdan tamomgacha kelganimizda robot boshlagan katakchasiga qaytib kelib tamomga to'xtasa, o'sha bir hisoblanadi. Ya'ni bitta katakchaga to'xtab qolish talabini bajaradi. Ya'ni bu degani bizga doim mana shunday tipdagi savollarda mana shu oxirgi shartiga teskari shart, ya'ni o'ng tomon band bo'lganini olamiz. O'zi aslida har biriga band bo'lishi kerak. Yuqori tomondan band bo'ladi, keyingisiga tushadi, chap tomon band bo'ladi, keyingisiga tushadi, past tomon band bo'ladi, keyingisiga tushadi, o'ng tomon band bo'ladi va tugaydi. Biz endi oson ko'rish maqsadida mana shu oxirgi shartga teskari, ya'ni katta kichik belgisi orasida berilgan jumlaga teskari shartni olamiz. Demak, o'ng tomon band bo'lgan katakchalarni topamiz. Katakchaga mana berilganiga nisbatan o'ng tomoni band bo'lganlarini topamiz. Demak, mana bu yerda bizda 6 ta katakcha bor. Ya'ni mana bu katakchaga nisbatan olyapmiz. O'ng tomoni band, hozir devor bor, qalin chiziq. Demak, mana bu katakchaga nisbatan masalan mana bu o'ng tomoni band. Bu katakchani tekshirib ko'ramiz. Buni, mana buni, mana bu katakcha va mana bu. Hı. Ana shularni hozir o'ng tomoni band hisoblanadi, chunki devor bor. Ana shularni tekshirib ko'ramiz. Qaysi birida robot boshlagan katakchasiga qaytib kelsa, o'sha javob bo'ladi. Keling, mana shu birinchi o'zi mana qizil bilan chizib olgan chiziqlarimizdan mana bu katakcha bizda mana bu. Demak, mana shu katakchadan boshlaylik. Keling, mana nuqta qo'ygan katakchamizdan boshlaymiz. Birinchi yuqori tomon bo'sh bo'lsa, yuqoriga deyapti. Ha, bo'sh, mana yuqoriga chiqadi. Yana yuqori tomon bo'shmi? Devor bor yuqorida. Ikkinchisiga tushamiz. Chap tomon bo'shmi? Chap tomonda devor bor. Uchinchisiga tushamiz. Pastki tomon bo'shmi? Ha, bo'sh. Pastga tushadi. Pastki tomon bo'shmi? Devor bor. To'rtinchisiga tushamiz. O'ng tomon bo'shmi? Devor bor. To'xtaydi. Ana bu degani, demak, robot mana shu boshlagan katakchaga qaytib kelib bilar ekan. Demak, mana shu katakchani hozir bir deb hisobga olib qo'yamiz. Mana shu katakcha o'zidan bitta katakchaga robot boshlagan harakatda qaytib to'xtadi. Endi keyingi ikkinchisi mana yuqori tomon bo'shmi? Band. Ikkinchisiga tushamiz. Chap tomon bo'shmi? Ha, bo'sh. Demak, chapga boradi mana. Chap tomon bo'shmi? Devor bor. Keyingisi pastki tomon bo'shmi? Pastga tushadi. Devor bor. O'ng tomon bo'shmi? Devor bor. Demak, bu mana shunday G shaklida yurib to'xtar ekan. Ya'ni bu degani boshlagan katakchasiga qaytib kelmas ekan. Bu katakchamiz yuqori tomon bo'sh bo'lsa, yuqoriga bitta chiqadi. Yana keyingi marta yuqori tomon bo'sh bo'lsa, yana bitta chiqadi. Devor bor, to'xtaydi. Chap tomonda devor bor. Uchinchi shart. Pastki tomon bo'shmi? Tushadi. Pastki tomon bo'shmi? Tushadi. Pastda devor bor. O'ng tomon bo'shmi? Devor bor. To'xtaydi. Demak, mana bu katakcha ham ya'ni shartni qanoatlantirdi. Ya'ni boshlagan nuqtasiga, ya'ni mana bu ham nima qaytib kelib bilar ekan robot mana shu katakchada. Keyingisida mana bunda yuqori tomon bo'sh bo'lsa chiqaveradi, bu yuqoriga bitta, yana bitta yuqoriga, devor bo'lsa chapga ketadi to devorgacha, pastki tomon devor, o'ng tomon devor. Mana shunda to'xtaydi. Demak, bu degani boshlagan nuqtasiga qaytib kela olmadi bo'ladi. Bunisida yuqori tomon devorgacha boradi, chap tomon devor, pastki tomon devor, o'ng tomon devorgacha keladi. Ana bu
boshlagan nuqtasiga ya'ni qaytib kela oldi. Ya'ni bu katakchani ham biz hisobga olib qo'yamiz. Keyingisida mana bu katakcha yuqori tomon devor bor. Demak, chap tomon devorgacha keladi. Pastki tomon tushadi, o'ng tomonga kelib to'xtaydi. Demak, bu degani bu katakcha boshlagan nuqtasiga qaytib kela olmaydi. Keyingi oltita katakchani ko'ramiz. Yuqori tomonda devor bor. Demak, bu chapga, pastga, yuqoriga devor bor, chapga yuriydi, keyin pastga, o'ngga kelib shu yerda to'xtaydi. Bu degani bu katakcha ham kela olmaydi. Keyingisi ham xuddi shunday, yuqoriga devorgacha, chapga devorgacha, pastga devorgacha, o'ngga devorgacha. Demak, bu katakcha ham qaytib kela olmaydi. Bunisida yuqorida devor bor. Demak, chapga, pastga, o'ngga to'xtaydi ana shu yerda kelib. Bu degani keyingi katakchalar ham xuddi shu vaziyat bo'ladi. Mana yuqoriga, chapga, pastga, o'ngga. Shu yerda kelib to'xtaydi. Demak, bu ikkita katakcha ham xuddi shunday bo'ladi, faqat mana bu katakcha bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqoriga chiqadi devorgacha, chapga devorgacha, pastga devorgacha, o'ngga devorgacha kelib to'xtaydi. Ya'ni bu katakchani ham biz hisobga olishimiz mumkin ekan. Mana shunday qilib, demak tekshirib ko'rdik. Mana shu yerda jami javob 4 ta katakchada robot boshlagan nuqtasiga qaytib kela oladi. Javob 4 ga teng keladi. Navbatdagi savolimiz. Bunda quyidagi mana algoritm bizga berilgan. Bunda ham xuddi shunday devorni bildiradi, qora chiziqlar va oxirdagi shartiga qaraydigan bo'lsa, ushbu algoritm bajarilishi natijasida rang bilan bo'yalgan katakchalar sonini toping. Ya'ni mana shu 5 ta qadamni bajaramiz. Qani nechta katakcha rangga bo'yaladi? Bu yerda mana bo'yashini ham aytib qo'ying. Robot mana shu katakchada joylashgan hisoblanadi. Mana shu katakchada o'zi joylashgan robot. Birinchi algoritm, ya'ni bir marta shuni bajaramiz. O'ng tomon bo'sh deyapti. O'ng tomon bo'sh bo'lsa yuriydi, qachonki o'ng tomon band bo'lsa ikkinchisiga tushamiz. Bo'lmasa o'ng tomon bo'sh bo'lsa o'ngga yuriydi. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ngga. O'ng tomon bo'shmi? O'ngga. O'ng tomon bo'shmi? O'ngga. O'ng tomon bo'shmi? O'ngga. O'ng tomon devor bor. To'xtaymiz. Ikkinchisiga tushamiz. Bir tugadi endi, ikkiga tushdik. O'ng tomon bo'sh emas deyapti. Agar o'ng tomon bo'sh bo'lmasa bu yer deyapti. O'ng tomonda devor bor-ku. Yolg'on. Bo'sh emas degani, ya'ni o'sha band degani. Ya'ni bu katakchani o'zi bu yer biladi. Ya'ni bu yerdagi bo'sh emas degani band demoqchi bo'lgan. Haqiqatan ham mana bu yerda band mana. O'ng tomoni band. Va shu turgan katakchangni bu yer deyapti. Bu yer va yuqoriga deyapti. Bitta yuqoriga chiqamiz. Hali bu tugagani yo'q ikkinchi shart. Qachonki bo'sh bo'lsa tushadi uchinchisi. Bo'sh emasmi? Band deyapti, hali yuriydi. Keyingisi. O'ng tomoni bo'sh emasmi? Ana bo'sh emas. Yana bu yer yuqoriga. Demak, bu yer edi shu katakchani. Yana yuqoriga. O'ng tomon bo'sh emas deyapti. Ana endi yolg'on. O'ng tomon bo'sh emasmi? Bo'sh. Devor yo'q, bo'sh. Demak, buni bajardi. 3 ga tushadi. O'ng tomon bo'sh emas degani yolg'on. O'ng tomon bo'sh. Ana, o'ng tomon haqiqatan ham bo'sh. Bo'lsa yuqoriga yur deyapti. Bu emasdan shunchaki yuqoriga chiqadi. Yana 3 ni bajaramiz. O'ng tomon bo'sh, yolg'on, band. Demak, 4 ga o'tamiz. Yuqori tomon bo'shmi? Mana yuqori tomon bo'sh bo'lsa bu yer deyapti. Yuqori tomonda devor bor. Bu yer bilmaydi. 4 ni bajarib bo'ldik, 5 ga o'tamiz. Yuqori tomon bo'sh emas deyapti. Band demoqchi ya'ni. Yuqori tomon band. Haqiqatan mana band. Bu yer chapga yur deyapti. Chapga yuriydi. Yana yuqori tomon bo'sh emasmi? Ha, bo'sh emas. Bu yer chapga yuriydi bitta. Yana yuqori tomon bo'sh emasmi? Ha, bo'sh emas. Bu yer chapga yuriydi. Toki shart yolg'on bo'lguncha davom etadi. Yana yuqori tomon bo'sh emasmi? Ha, bo'sh emas. Band. Bu yer chapga yurdi. Yuqori tomon bo'sh emasmi? Ha, bo'sh emas. Bo'sh, ya'ni bo'sh. Yuqori tomon bo'sh emas deyapti. Band demoqchi, lekin bu yerda bo'sh. Shu yerda bu yer ham bilmaydi, tugaydi. Ya'ni bajarib bo'ladi, tomonga o'tadi, shu bilan jarayon tugaydi. Ya'ni toki o'sha yuqori tomon bo'sh bo'lguncha bu yer kelib biladi. Bu degani bu yerda nechta katakchani bo'yaldi? Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Jami mana shu yerda 6 ta katakcha rang bilan bo'yalgan hisoblanadi.